Yomonlash niyatim yo'q. Lekin xamir bilan xamirning farqi yer bilan osmonchalikdek. Falon joyda unaqa, pismadon joyda bunaqa deb gapiradiganlar. Avval kelib bizani xamirlarni ko'ringlar, keyin solishtiringlar. Bu Rixus norin xamiri. Xamir tuxum solib qoriladi, yaxshilab ishlov beriladi, me'yorida yoyiladi. Keyin go'sht bulyonida pishiriladi. Tuz namaga joyida, qizdirilgan yog' ishlatamiz. Butilkadan shartda olib ishlatmaymiz. Buni olib to'g'rasangiz juda chiroyli chiqadi. Bu bozorniki. Ko'pincha qog'ozdek bo'ladi. Ushlab ko'rsangiz farqi darrov bilinadi. Yomonlash niyatim yo'q, lekin xamir bilan xamirning farqi yer bilan osmonchalikdek. Agar uyda norin xamiri qilishga vaqtingiz bo'lmasa, Rixusga keling. Shahar bo'ylab 3 ta filiali bor. Shahriston, Algoritm va Malikada. Bizda to'g'ralmagan norin xamiri, to'g'ralgan norin xamiri sotuvda bor. Narxlari: to'g'ralmagan xamir 30 ming so'm, to'g'ralgan xamir 40 ming so'm. Agar xamir emas, norinni o'zini olaman desangiz ham muammo yo'q. Ot go'shili, mol go'shili va mix norinlarimiz bor. Yana bir zo'r yangilik. 30-dekabrgacha har 1 kilo norin uchun 100 gram kulchatoy tekinga qo'shib beramiz. Tog'oraga oladiganlar uchun zo'r taklif. 5 kilo norin oladigan bo'lsangiz, yarim kilo kulchatoy bepul. Bu videoni saqlab qo'ying. Albatta kerak bo'ladi.